Qo'shnijon, men bir uzr. Shu xolodilnigimiz yaxshi ishlamayotgandi. Siz xolodilnigingizni qo'yib turaylik. Mayli, xo'p. Mayli, qo'shni. Voy, men bir uzr yana keldik qo'shni. Shuni xolodilnigingizga qo'yib qo'yaylik. Kun juda ham isib ketganda bugun. Mayli, ertaga olaman. Xo'p, mayli. Rahmat qo'shni. Hozir. Juda uyatli bo'ldini oldingizda shu tuxumcha bilan saskachan xolodilnigingizga qo'yib qo'ying. Kechga qor yerdim-da. Tuxumcha bilan saskachashga sizda. Yuring deb aytasiz. Qayoqqa qo'shni? Yuring. Mana qo'shni Idea do'konda Premier xolodilnikni oyiga atiga 99 ming so'mdan bo'lib berishga beryapti. 100 ming so'm emas. O'zlari 3 yil kafolat beryapti. Undan tashqari hajmi 190 litr. Bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan, shundan oling. Bo'ldi, ma'qul menga, shundan olaman. Bo'ling, shoshiling, 3 kun vaqtingiz qoldi. Aksiya 30-iyungacha bo'lib o'tadi. Ey qo'shni, xolodilnik zo'r ekan. Rahmat sizga. Yana nima xohlaysan menda? Sizdan qarang. Bir soatgina konditsionerli xonangizda yotib tursam bo'ladimi? Ke yasha. Biznikida yasha. Yashaysanmi? Ayak, qarang, bitta yetim bola boqamiz. Bittasi keldi, keling. Ke yasha. Nella Maria.